Assalomu alaykum. Siz UCL sim kartasi ishlatadigan bo'lsangiz, sizni pasportingizga nechta sim karta rasmiylashtirilganini bilmoqchi bo'lsangiz, sizga shuni eng oson usulini o'rgatamiz. Ya'ni bu hozir ko'rsatadigan funksiyamiz faqatgina UCL kompaniyasida ishlaydi. Uzmobile, Beeline shunga o'xshash boshqa kompaniyalarda ham shunaqa funksiyalarni qanday qilib bilishni o'rgatganmiz. Videoroliklarimizni ichiga, ya'ni kanalimizga ichiga kirib ko'rsanglar, qolgan kompaniyalarga ham bor. Hozir biz sizlarga faqatgina UCL'likini ko'rsatamiz. Yulduzcha 360 panjara va chaqiruv tugmasini bosasiz va bu yerda so'rov qabul qilindi, javobni SMS tarzida olasiz degan yozuv keladi va 2 daqiqa ichida sizga SMS keladi va SMS ichida nechta sim karta aktivlashtirilgani, balansi hammasi keladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga ham keldi. Videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda pastda yozuvini ustiga bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlar sizlarni iltimos qilgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.